Uyingizga kelgan mehmonlarni lol qoldiradigan xuddi shunaqa salfetka o'rashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalang, to'liq tushuntirib berilgan. Sousga salfetkani yoyib, ikkiga buklab, uchburchak holatga keltirib olamiz. Salfetkani ochiq tomonidan ushlab, videoda ko'rsatilgandek 4 marotaba ichkariga buklab chiqamiz. Bir xil qilib o'rab bo'lganimizdan keyin salfetkani teng ikkiga buklab olamiz. Buklab olganimizdan keyin salfetkamiz shunaqa holatga keladi. Endi buni ip yordamida chiroyli bantik qilib o'rab olamiz. Bu ipimiz zig'ir ip bo'ladi. Buni boshqacha nomini bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Ipimizni salfetkani tepa qismidan taxminan 7 sm pastga tushirib, chiroyli qilib baylab olsak ham bo'ladi. Ishoninglar, bu juda ham oson. Videoni saqlanch qilib, buni albatta tayyorlab ko'ringlar. Roskos bargi va giksafila gulidan foydalanib, shunaqa chiroyli bo'kkacha tayyorlab olamiz va salfetkamiz orasiga tiqib qo'yamiz. Salfetkamiz tayyor bo'ldi. Endi buni siz ham yasashni bilasiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Mehmonlaringizni shu tarzda ko'ngillarini ko'tarishda davom eting.